Müzik çekilgендek çekilip kaldı kendisi bu. Öğücümüz olmaydı bununla. Geçiyorlar ötendişler. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersleri Gacirozu Washington'da sözleyimiz. Aval bugünkü vaziyetimiz doğrusu gap qilsak, vaziyetten birinci islah 2024 yıl 2024 yıl birinci ayının 24 günü vatandaş. Hepteki çarşamba. Bugünkü vaziyetimizden neyse hazır. Tayvan'dan salli haberleri, salli nevisteydiğen bir kanala var. Bunun obzorçular oxşaşlardaki halkılık peytler degendik obzorçular almış sözleşip durdu. Bugün düğünü mesela yakından biri biz dedik, Cungu'da payçak bazarda baha düşüp gitti, Cungu'nun payçak bazarı gumran oldu. Bunu tek dedin, asasıdan, negiziden Cungu iktisadını yaxşılamasa, endi onunla pul selip, meblağ selip bu bazarını canlandırışka mümkünlük yok degen edik. Bugün Tayvan'dan salli haberler neme dep turdiysınız? Hazır Amerika bilen Cungu o'ttirisindeki payçak o'ttirisindeki fark, yani iqtisodiy kirim chiqimdagi fark yoki davlat boyligi jihatidagi farqdir. Hazır Amerika Cungudan o'rlab yoki payçak bozori rivojlanib taraqqiy qilib, Tayvan puli, Taybi puliga hisob olganda 194 trilyon eşip ketdi Cungudan deydi. Fakat payçak dairesi seliştirganda deydi. Hazır Cungu yana taraddut qilib, bunu 2 trilyon yuan meblağ selip payçak bozorunu qutuldurmoqchi bo'lyapti. Bu pul Tayvan Taybi hisobiga 8 trilyon 880 trilyon milyon mushundaq bo'ladi deydi. Endi bu to'g'rida bilgan kishilarning fikri nima desiniz vatandaş? Mundaq bir xabar, masalan, iqtisod har qanday yuzlanish vaqtliq bo'ldi. Taraqqiy qilish yoki gumron bo'lish, tushkunlashish yoki zaiflashish iqtisodniki. O iqtisod deganning o'zida qonuniyati bor, bir kun taraqqiy qildi, bir kun chekinadi, bir kun chekinadi, bir kun taraqqiy qildi. Bunda qoida vatandaş o vaqt bo'ldi. Cungu hamda tashlab etildi. Nima demakchi? Dunyoni bugun har kim bo'lsa tashlab etdi. Savdo tijorat sohasida g'arb dunyosi Cunguni tashlab etdi. Savdo sheriklari Cunguni tashlab etdi. Mana bu chataq. Vatandaş, mana bu chataq. Cungu iqtisodi eng zo'r chataq, mana bu chataq. Masalan, Cunguda hazır kooperatiflik, yani tavakkalchilik qilib, yani 2 trilyon selip payçak bozorini qutuldirib qolishga urinyapti, lekin bu urinish chet elda va boshqa dunyoda, atrofidagi Sharqiy Osiyo va u yerlarda gumon qo'zg'adi deydi. Chunki bu yerda bu bozor Cunguning bozori dastlabda qurilmishlari umid bag'ishlovchi bozor. Şundaqda siz meblag' salg'ıchilar orisalda bo'lib qoladigan bozor. Eng oxirgi hisobda bugun endi qanday bozor? Taslim bo'ladigan bozor. Demak, 40 yillik Cungu iqtisodiy taraqqiyoti va iqtisodiy o'zgarishning xulosasi yuqoridek bo'ldi degan gap vatandaş. Taslim bo'ladigan kimga? Dunyoga, g'arb dunyosiga taslim bo'ladigan bozor. Cungu iqtisodini agar asosidan, negizidan hal qilaman deydi ekansan, bu hal qilishning sharti nima? Bu yerda bu to'g'rida bir narsa demabdi. Buni hal qilishning birdan bir sharti Cungu kompartiyasini hal qilish.
Çünkü Cungo'da iqtisod siyosatga bog'liq. Cungo'da iqtisodning taraqqiyoti siyosat qo'pollik bilan aralashadi. Hozir Van Xo'ning nima debdi tunugunlardan boshlab hozir xususiy mulkchilik sohasida birliksab siyosatni o'tirib qo'yish. Buni nima zaruriyati bor masalan? Mesela burun dep olduğun xususiy şirketlarda ve xususiy ticaretçiler payda bo'lgan joylarda partiya gruppasi qurasiz. Allaqachon buni ishga oshirib bo'ldim. Endi bu yerda birliksab siyosat savdogarlar orasiga ilib kirib her ne qilibyotdi chori yo'q vatandosh. O pul bilan mablag' solish chorasi, partiya gruppasi qurish chorasi ve yoki yana qanday choralar hech qaysi aqmaydi. Vaqtliq debdi, mana vaqtliq deydi. Hozir butun dunyoda Jungo'ga mablag' solg'ichilar allaqachon Jungo'dan chekinib bo'ldi. Asosiy jihati yana bajumu chekinib bo'ldi. Biz bo'lsak aytishgan biri chiqdi ekan, shunga buni uzun kesil chekinib bo'ldi degil bo'lmaydi. Yana bor. Lekin hozir shu shirkatda chekinganlik uchunlar Jungo'da paychak bozorimi shundoq bo'ldi dedi. Vatandoshlar. Endi o'tgan sizlarga yana vaziyat to'g'risini degan to'qarliqda Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 dona avtomatkisi g'arba tinch o'qigan yetib keldi. Yoki yo'lga chiqdi degan edi, hozir yetib kelib Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 cho'ng avtomatkisi, masalan, Carlson belgilik avtomatkisi, Roosevelt belgilik avtomatkisi, Reagan belgilik avtomatkisi kellatdan hozir g'arba tinch o'qigan yetib kelib 7. skadron Tayvan bo'g'izida va shu atrofda turayotgan Amerikaning 7. skadroni qo'shildi. Qo'shildi deydi. Bu to'g'ridan da gap madangda nima deyilib tursa Jungo'ga taqobil turish debdi. Hozir Yangi taqliqlar televiziyasining diktori Lemuyaning gapi bo'yicha savol, ya'ni retorik savol, Jungo'da nima voqea yuz berdi deb savol qo'yibdi vatandosh. Endi hozir yana bir qiziq bir xabar sizlarga yetkazgan bu ajoyib bir gapda. Qanday xabar desammi, yaqinda orliq sizlarga dedim. Amerika Qo'shma Shtatlarining Los Angeles shahridan haftasiga 21 qatim aeroplan havo yo'llari ochib etildi. 21 qatim aeroplan qatnaydigan, aviatsiya qatnaydigan bo'ldi degan edi vatandosh. Bugun mundaq bir xabar keldi, diqqat qiling. Nima ahvol yuz berdi? Amerika Birleşme Havo Yo'llari aviatsiyasi ko'limini, ya'ni Jungo'ga uchadigan havo yo'lini qisqartdi. Mavzuli xabar 23-kun Vanway orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Müşterik zukam bo'lyapman, kechiring vatandoshim. Amerika Birleşme Aviatsiya şirkati Jungo'ga qatnaydigan havo yo'llarini yana bir qatim amaldan qoldirdi. Bu qanday gap vatandoshim? Siz mi shunday savol qo'ying, bu qanday gap? Yaqinda 3-oyda o'tgan yil 3-oyda boshlangan. Masalan, haftada bir Los Angelesdan haftada 70 qatim aviatsiya. Navbatchi aeroplan Jungo'ga uchadi degan edik. Hozir amaldan qoldirildi. Sonliq ma'lumotlar oshkorlandiki, bu shirkat o'tgan yil 3-oyda belgilangan qaralli qatnash aviatsiya jadvalidagi 161 qatimliq navbatchi aeroplanni amaldan qoldirdi. 68%lik nisbatni egallaydi qatnash sohasida. Cümleden New York'tan, San Francisco'dan, Los Angeles'tan, Chicago'dan ve Washington alaydı rayonidan Jungo, Beijing'e, Şanghay'ga, Chengdu'ga qatnaydigan navbatchi aeroplanlarning hammasi amaldan qoldirildi. Men o'tganda chiroyli tahlil qilgan edim, chunki Jungo'liklar berish kerak. Jungo hozir o'zgarish holida turibdi. Jungo'liklar degan vaqtida Amerika grajdaniga aylangan Jungo'liklar qatnashi kerak bu yo'lda. Shunday zaruriyat bo'ladi. Odam degan xilma-xil ehtiyoj, xilma-xil zaruriyatning ichida harakat qilib turgan olam bu vatandosh. Endi hozir tuyuqsizda bu havo yo'llari, bu qatnash yo'llari to'xtabdi vatandosh.
Bunun sebebi neydi? Bunu bir neme degili olmaydı. Endi bunu koyup turaylı. Bugün hazır yana bir haberde mesela canlının nazarı burun bu canlının ben bunu hanzo kişi de oylap kırgentim hazır kayniga o Allah yani şeunu Xitay şeunu degan xatni qo'yib olibdi, o'zini Hon deb atapti. Bu canlan endi bugün kim bulup çıktı bu? Mongol bulup çıktı mı? Kim bulup çıktı bilgili olmaydı. Lekin şunun xabarini tunigan bizning degan to'q. Hozir Rossiya prezidenti Vladimir Putin jar saldi. Finlandiyadek, Polshadek davlatlarni qaytirib kelaman dedi degan edi. Bugün aniq canlanning nazari bugungi video programmasi nima deydi? Hozir Rossiya Federatsiyasi Amerikaga setib etgan. Ayni chog'da setibagi Alyaska shtatini qaytirib kelaman deyapti. Bu yerda bir ish bo'ladi vatandosh. Bu ish nima desangiz, har qanday mustabid hokimiyat tarix qarab baqqan, uzun qisqa qarab baqqan, u oxirgi davrini yoki umrini yashab bo'lib, oxirgi davri kirganda bir g'oljirlik bosqini baştan ko'chirdi bu g'oljirlik bosqichi deganimizda harakatda g'oljirlik masalan ideologiya sohasida g'oljirlik masalan fikr bayon sohasida g'oljirlik va ko'zqaroq siyosat sohasi g'oljirlik mushundoq bir jarayonni baştan ko'chirdi vatandosh shu muqarrar bu muqarrar. Şunun için bu ahvalda hazır Vladimir Putin tünügünmen Polşa, Finlandiyadaki ziminlerini qaytırıp kelimen dep bulup endi bugün bir keçide qaçıda orunda kopqanda hazır canlının gibi qarısınız Alyaska'ni qaytırıp. Sizlarga qisqacha yetkazadigan bugungi vaziyat programmalarimiz ana shu yerda vatandoshim. Endi tuvanda biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu qatim qarallik bahalash yig'ini to'g'risida sizlar bilan fikrimizni muhokamamizda o'rtoqlashamiz vatandosh.